Salom do'stlar, sizlar bilan bugun yana video Minecraft. Men o'sha uy qurmoqchi bo'lganimni ikkinchi qismini olmoqchiman. Xo'sh, mayli, men o'zi cho'chqa o'ldirgandim. Cho'chqani ham qo'shganman-ku. O'shanga xo'sh bilan chiqib tashlaymiz. Bular ham yo'qotamiz. Kitoblar haydashlar yo'qotamiz, kerak emas endi. Xo'sh, yo'q kerak emas. Bularni olib qo'ysak, mayli, bu kerak emas bu ham. Kamera ham kerak emas. Yo'q, men dialog tuzatdim. Xo'sh, lopatkam kuchini ko'rdingizlar, o'zi qancha narsa chiqqanini ko'rdingizlar. Xo'sh, mana shu tekis qilishimiz kerak-da. Qasr uchun-da bu. Xo'sh, bunun joni qancha? Son jomi. Bachlarini urmayman-u, lekin onasini uraman. Uzr, cho'chqajon. Mayli, daraja buncha yomon narsa emas. Lekin bechora cho'chqa aytmoqman-da. Lekin kerak-da. Bizga masalan nezritdan lopatka kerak. Bizga kirka kerak. Shu bittasi kerak deb bizga. Shu temurimizni qalqon yaxshiroq. Sizlarga nima aytsam, men Ender Dragonga menimcha tatim kerak, chunki balalik bo'ladi, lekin Vardinga aniq qalqon kerak. Kamera qo'shishdi, yaxshi kamera ham chiqar. Yana cho'chqa ketdik. Xo'sh do'stlar, mana shuni bitta o'chach o'ramizda yana bir daraja optlar jo'nga tegdi. Buni ishlatmasa qo'yaversam bo'ladi, lekin ishlatmasa qo'yish bir o'g'il biladi-da. Kavlashishni boshlaylik, qanday. Yana bitta cho'chqa paydo bo'ldi. Ishda jo'rli bu. Temir unaqalar tushdi. Temirni eritishga ham qo'yish kerak edi, bunisi birinchi qismda kavlaganimni. Sandiqlardan nima qolib chiqmadi. Xo'sh, mayli, boshladik kavlashda. Qancha bo'ldi? 2 daqiqa o'tib ketdi shuni gapirib. 28 ta temir bor ekan. Yo'q, kam bu. Yaxshi bitta pechka yasab olaylik. Shu paytgacha pechka yasamadim. 2 ta bo'lsa undan ham yaxshi. Xo'sh, bunday qilamiz. Bu 2 ta pechkani qo'yamizda, temirni 2 bo'lib qo'yamiz, 18 tadan tushar ekan. Ko'mirni afsuski 2 bo'lmaymiz, bittasi 3 ta qoladi, 7 o'taylar. Bunda 2 ta qoldi. Yaxshi bilan erishimni kutmasdan ish qilishni boshlaymiz. Xo'sh, nima qilamiz? Ishni davom ettirish kerak. Biz kichkinagina uy qurmoqchi emasmiz, biz qasr quramiz, yana aytib o'taman. O'shandan keyin boshqa rejalarda qaytarib olamiz. Chunki hozir men uyimni qurmasam bo'lmaydi-da. Har bir Minecraft'ning o'z uyi bor. Minecraft'da qurish bu orzusi. Har bitta Minecraft'da. Bu qurish bu Minecraft'ning burchi hisoblanadi. Qurmasiga ham burch hisoblanadi balki. Yo'q, qurasizlar, qurmaysizlar, men farqi yo'q, lekin ko'p odamlar Minecraftda uy quradi. Ko'p qizlar. Ular kreativda quradi faqat. Lekin biz ham hozir biz survilda qanday chiroyli uy qurishimizni ko'rsatib qo'yamiz ularga. Xo'sh. Like bilan bosinglar. Balki ayrim qizlar menimcha kreativ bo'lmasa ham quraveradi. Xo'sh, qanday bo'ladi, boshlaymiz kavlashda. Lekin bu ancha vaqt oladi, lekin men kreativda qursam bo'ladi, lekin bu survilga atalgan. O'z kreativda qursam hamma qurib bo'ladigan uy quraman. Survilda qanaqa uy qurishimni bilmoqchiman-da.
Xo'sh, bular toshlarni yig'averamiz. Tosh ham ko'payapti. Qanchalarga tushdi. Hop, mayli, dialogdan chiqmas kerak. Ham hech qanday pastlik, chuqurlik bo'lmasi kerak. Bu biqin nima qilsamni? Menga uxlashga yotoq kerak. Mayli, nima kerak? Men hozir eng kuchli so'ziman-ku. Hech bo'lmasa temirdan bitta ishton botinka yasaman demadishim. Unaqa bor ekan. To'xtayman men hozir. Palakatga uchragur. Ishlamga bitta yetmayapti. Hammani temirdan qilaveramiz. Bildi. Endi uncha sal kuchaydik-da. Xo'p, endi nima qilsam? Tosh olib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi. Bu yoqqa qani? Qanaqa qo'yib bersam farqi yo'q. Mayli, endi eshak chiqdimi? Bu eshik bolasi ekan. Bizga fakkel kerak-da. Fakkel kerak. Qaysidir ko'mir qoldimi? Bittasi ham ko'mir qolmadim. Menga yetmabdi. Mayli, endi ko'mir yasashga to'g'ri keladi. Shu tarafga top kelishim kerak. Xo'sh, zombilar ko'payib ketyapti bu yerda. Kanishda hech qolmagan uchun. Shuni ertalab qilmoqchiman, lekin yotog'im yo'q-da. Zombilar ham hayron, nima ham bizlar bilan urushmayapti deyapti. Ha, padaringga la'nat salani. Ish qilishga qo'yasalam, bitta skelet bilan urushga ketdi. Yana bittasi o'tdi. Yaxshi. Hey, pochasi. Bolasi, yo'qol. Shu bolasi ham undami? Yaxshi qani? Yutdingmi, malades? Shularni endi kavla olaveramiz. Kavlani chopib olamiz boshlaydim. Nima olayotdim men bilan? Ha, bildi, fakkel uchun. Ey, sani padaringam la'nat. Qaysi kuchiga otdi meni? Cho'bi o'ynab keyin. Ertangi o'ynagan joy emas. 8 daqiqa bitta video olayotganimga. 8 daqiqa bitta. Xo'p, mayli, tezroq ishlash kerak. Buni qilamiz. Bu 2 bo'lsa ko'p tezroq bo'ladi-da. Mana menga hali yetmabdi-ku. 28-daraja bo'lmay uncha ham emas. Qo'ying, qovurilmagan go'sht bo'laveradi bizga. Mana ko'mir, endi bitta asamizdan baka. Jon g'aril qo'ygan. 4 ta beramidi? 4 ta beradi. Kim? Qachon? Ma yana bitta. Yaxshi. Fakkeldan ko'proq yasaymiz. Xo'sh, qaniydi? Endi shunday. Menga biroz taxta kerak. Birozgina kerak edi, mayli. Hammasidan qilamiz. Tayoq bor. Fakkel ham bor. Bir stak fakkel yasamoqchiman. Bunamni tekshirmadim hamchoq. Mayli. Bunday qilamiz. Yana bir dona. Bo'ldi. Ana bir stak fakkel tayyor. Xo'sh. Do'stlar, qo'yganni musor chiqindi yotash kerak qo'yganni. Mana temirda eritib olamiz. Temir qani? Hep
Felaket. Hamma yoqqa qo'yib chiqamiz shunaqa fakkel. Tunda monsterlar spam bo'lmasligi uchun bu. Nima? Felaket. Bu felaket klipper hamma yoqqa yoqib tashlabdi. Ana yoqqa o'zi yaqingina edi joyim. Shu klipperlarni yomon ko'raman bu-ku. Xo'sh, mana shunday quramiz. Bu yo'g'ini endi qanday yopaman degan xayol yo'q, chunki iloji bari yana ko'payib kelaveradi bizda. Mana shuncha bor g'illoy. Tashvish yo'q loylarni. Harakatga yarasha like ham bosinglar do'stlar. Obuna va like tugmalarini bosib qo'yinglar. Videomiz hozir tugaydi. 3-qism ham chiqar ekan ishni. Chunki biz hozir katta narsa quramiz-da, endi bu boshda qurmaguncha video tugamaydi. Qurmagandan kelib tugamaydi, chunki biz hol Ender Dragon o'ldirishimiz kerak. Balki bir Wizardni ham o'ldirarman endi. Keyin balki Wardenni ham o'ldirarman. Hayır.